Endi men bu kabaret dushi hozir primerli kabaret dushi testini chiqib ko'ramiz. Kiprigimni ko'rgan bo'lsanglar, oppoq уже surib olganman. Nimaga oq desanglar. Bu oqligi как ohakka o'xshagan mana bunaqa bo'lar ekan. Kipriginglarga masalan kipringni uzaytirmaydi-yu, no ko'rayotganinglardek oq qilib объем berar ekan. Unisidan keyin qora dushini surasizlar. Birinchi marta olishim bunaqa dushi. Shu tushkasi mana bunaqa ekan. Ko'rib o'tgan bo'lishi kerak. Обычный. Buni ozgina nechadir sekund quritib turishingiz kerak. Mana men bu ohaklarim surilgan kiprigim. Mana men bu o'sha bittagina kabaret tushda qilgan kiprigim. O'zinglar ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Mana endi ikkita kiprigim surilganligi. Tadam. O'zinglar bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Так что kabaret yoqdimi yo'qmi? No, ikkitali primer unaqa o'zi itak tush surish juda ham ko'p vaqt oladi. Двойной bo'lgani, еще двойной vaqt bo'lgani uchun все-таки men bittali tush tarafdoriman. No, ishlatib ko'rish uchun stoyib. И yana bitta narsa, agar kipriginglar ingichka bo'lsa, unda primer qilib, keyin mana bunaqa tush o'zini sursanglar, bogatiroq ham объемныйroq ko'rinadi. Вот так вот. Bye bye.